Ko'ylaga yarashgan tanimadi, ko'zlari qamashgan. O'zgaribsan, ochilib ketibsan, nimayam derdi o'zingdan ketibsan. Esla meni paxta yer dalasida, esla meni yomg'irlar jalasida, esla meni zo'r bo'lib ketgin mayli, unutma meni, unutma meni. Esla meni Makka zo'r poyasida, esla meni teraklar orasida, esla meni zo'r bo'lib ketgin mayli, unutma meni, unutma meni. Vaqting bo'lsa payshanbada gaplashib olar edik. Yodingdami, urushsak ham yarashib olar edik. Quloqchangga osib qo'ygan ziragimni yechmabsan. Ozo bilan gaplashsam ham qara mendan kechmabsan. Esla meni paxta yer dalasida, esla meni
Yomg'irlar jalasida esla meni. Zo'r bo'lib ketgin mayli, unutma meni. Unutma meni. Esla meni. Makka zo'r poyasida esla meni. Teraklar orasida esla meni. Zo'r bo'lib ketgin mayli, unutma meni. Unutma meni. Qo'rqma sendan boshqasini tanlaganim yo'q. Tegib ketdi qancha qizlar, qaraganim yo'q. Ozodani qo'lidan ham ushlaganim yo'q. Menda qolgan ro'molchangni tashlaganim yo'q. Esla meni. Paxta yer dalasida esla meni. Yomg'irlar jalasida esla meni. Zo'r bo'lib ketgin mayli, unutma meni. Unutma meni. Esla meni. Makka zo'r poyasida esla meni. Teraklar orasida esla meni. Zo'r bo'lib ketgin mayli, unutma meni. Unutma meni.
Saykan, küçükken falan saykan. Akıl sat falan. Dolayı rahmet. Sağ ol. Ne? Aşında akıllı babasın. Akıllı olsun. Olmasın. Ya sizlerge de antırayım. Yendeki yıl elle toyunda begaysizler. Amin. Etkansı kesin. Çok da olmaz. Sadece yok. Ben bunu anlıyorum lan. Tamam bak o. Hadi İbrahim Kırılmış. Toylar kubuzlarınızı. Kenamız şuralarımızga joylashib o'tirmoqsa, keyin kuyovlarimiz hayır bo'lsa, iftoratan to'ylarimizdan, boshlasak to'yxonamizga akalarimiz, soflarimizdan iltimoslarimiz. Keyin kuyovlar tayyor bo'lsa, biz san'atkorlar ham tayyor turibmiz. Sababi vaqtimiz cheklangan, vaqtimiz belgilangan azal. Shuning uchun ertalabdan yoshlar to'ylarini boshlasak.
muhtasham hayot to'yxonasi kelin-kuyovlarimiz Ulug'bek va Nargiza xolalarning baxt to'ylari. Xush ko'rdik hammalaringizni. Endi marhamat dalamizga kirib kelayotgan kelin-kuyovlarimizni o'rnlarimizdan turib, Gulroz qarsak va to'ylar muborak sadolari bilan quvonsangiz, to'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarimiz Ulug'bek va Nargiza xon dalamizda. Hoppa! Malikalar. Qarsak bo'lsin kelin-kuyovlarimiz kelsa. Eshiklar yoshlarimiz barqa bo'lsin azizlar. Shukrlik hammalaringizga to'y hammaga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli va aziz to'yga kelgan mehmonlar, mezbonlar. Taqiyatbosh tumanimizning Moliya sanoqolari, tabarruk atoqolari, sho'xiylar, barmoqlar va aziz mehmonlari. Mana bu kun hurmatli Aytman akamiz va Dilara opalarimizning xonadonlari muhtasham Hayatosh to'yxonasida katta to'y va katta tantana. Shu to'y munosabati bilan Aytman akamizning, Dilara opalarimizning barcha oila a'zolarini, qarindosh urug'larni, siz aziz mehmonlarimiz nomidan, qolaversa mana shu san'atkor yigitlarimiz nomidan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Siz aziz kelin-kuyovlarga sog'lik va salomatlik tilab, dunyodagi eng yaxshi tilaklarimizni va eng yaxshi istaklarimizni bildiramiz. Aytman akamizning olayotgan kelinlari ushbu xonadonlarida chaqqon kelinlardan bo'lib, elimiz, xalqimiz havas qilgudek baxtli oilalardan, obro'li oilalardan hamda baxtli kelinlardan biri bo'lishariga tilakdoshlik bildiramiz. Sizlarga asaldek shirin hayot, o'chmas muhabbat, bitmas, tugalmas baxt tilaymiz. Qaynota qaynonangizning mehribon kelini, umr yo'ldoshingizning vafoli yodi bo'lgaysiz. Ikki oshiq o'xshar yulduzlar aro, uchib yurgan yondosh sayyoralarga, sevgi samosida ular bor tanaho ne parvo yerdagi ovoralarga, sevgi yulduzlarning jimirlashidir, sevgi yaproqlarining ishtirlashidir, sevgida samoviy sukut yaxshidir. Siz karning qo'shasiz zanhoralarga, intizor dillarga, biring al-amona, muhabbat qarshisida ursunlar jaloni. Ey sen oshiq yigit barno kelinchak, oq yo'l saodatli setoralarga. Muhtasham Hayatosh to'yxonasi Yerbedovlar Qalboy oilasi aziz mehmonlar, Aytman akamiz va Dilara opalarimizning xonadonlari. Mana sevimli o'g'illar farzandlari Ulug'bek va Nargiza xolalarning baxt to'ylari. Hammalaringizga muborak bo'lsin, xushko'rlik, qadamlaringizga xizmat. Do'stlar, kelin-kuyovlarimizga qolgan yaxshi tabriz so'zlarni boshlasak,
siysalar amalarımızga sarvaga bilan amanguchi shishalari va shundoqdagi yakashqor shishalalarimizga ota-onalar qaytmaymiz dilarim opalarimizni qizlargul xola Olasboy yizalari Ismoil Zamongul xolalarimizga Kamoldoyi bilan Gulbaxshin shishalar bolamizga taklif qilamiz. Kelin Nargizaning ota-onalar xolalarimiz va Qodiraka Jamila bolamizga va kelin xolalarimizning Oybek Qunduz Murudxo'ja inalarni taklif etamiz. Kelinlar marhamat, kelin xolalarimizning ota-onalari yaqin qarindoshlarni avliga mikrofonlarimiz yo'llariga taklif qilamiz. Ulardan yaxshi gaplar, shoirlik tabiiy so'zlar birgalikda ishlamizlar. Qo'ylar hammalaringizga muborak bo'lsin. Ota-onalar dorimizga taklif qilamiz, rahmat. Kelinglar. Amalar yizlar, xolalar, onadonliklari, xudolarimizdan taklif etamiz. Murudni bo'lsa, murudni qilalar dorimizga kelinglar, rahmat. Biri o'zi, biri ona suriyotimiz. Qur'onda bir tilda qilovatimiz. Hammamiz qarindoshmiz, yurtdur yodimiz. Farzand yurtimizda qo'sh hayotimiz, farzandga bashida bu hayotimiz. Chin qilib dunyoga kelganda go'dak, orzu maqsadi ila berganlar darak, uyingda aytilar to'ylar muborak. Ser farzand mehnatkash, o'zbek qizotimiz, farzandga bashida bu hayotimiz. Jami topganiga loydan uy qilar, 5, 6, 7 yil bir kun to'y qilar. Evalam bo'lsin deb yaxshi uy qilar, tinchlikda yaxshi kun to'y murodimiz, farzandga bashida bu hayotimiz. Musulmon bandani qo'llagan Xudo, beg'ubor go'dakka jon tanib Xudo, farzandim deb yashadi, shoh bilakado farzandga bashida bu hayotimiz. Baxtimizga mana shunday farzandlarimiz sog' bo'lsinlar, saraman bo'lsinlar. Farzandlar baxtiga otalarimiz, onalarimiz sog' bo'lsin. Yerim topar oilasi sulolasi va Qalboyevlar oilasi sulolasi. Shaxsan mana shu Haymon akamiz, dilarim opalarimizning xonadonlari azizlari. Ularning sevimli o'g'illari farzandlari Ulug'bek ukamizning bakilari elimizga dasturxon yozib, yaxshi niyatlar bilan to'y qilib kelin olayotgan mana shu Haymon akamizga, dilarim opalarimizga to'ylar, kelinlar muborak bo'lsin. Kelin bilan mana shu xonadon egalarini tabriklaymiz. Farzandlar Ulug'bek Nargizaxon bilan baxtli bo'lsin. Kelin ikkovlarimiz qo'shgan yo'llar bilan qo'sha qilsin. Ser farzand bo'lsinlar, ser davlat bo'lsinlar. Xonadonlariga mana shu elimizga, otamizga xizmatlar nasib etsin. Mana shu Haymon akamizga, dilarim opalarimizning xonadonlariga Nargizaxonning to'y qadamlariga yarashsin. Ularning baxti kamolini ko'rmoq, rohatini ko'rmoq nasib etsin. Haymon akamizni, dilarim opalarimizni bugungi ruh to'ylari bilan, kelin tushirgan to'ylari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz azizlar. Zarba akamizga to'ylar qutlug' bo'lsin. Janob akamiz, Zangil opalarimizga to'ylar, kelinlar muborak bo'lsin. Mana shunday otalarimizning, onalarimizning duolari, tilaklari shunday kelin-kuyovlarimizni hamisha qo'llab-quvvatlab tursin. Ko'zlaraydan ashaka kelinlar muborak bo'lsin, baxtli, saodatli bo'lsin kelin-kuyovlarimiz. Qo'sha qarasinlar xudolarimiz. Va Qodiraka bilan Jamila opalarimiz Xo'jayli tumanimizdan ekan. Xudolar to'ylar muborak bo'lsin. Nargizaxonni katta qilgan, voyaga yetkazgan, shu sinimizga ta'lim bergan, tarbiya bergan ota-onalar va Qodirakaimiz va Jamila opalarimizga katta rahmat. Ularga ham qizlarning va to'ylari muborak bo'lsin. Xudolarimizga kuyovlar qutlug' bo'lsin. Kuyovlarning xizmatlari nasib etsin. Mana shu yilga to'planganlar bilan xudo qarindoshingiz ming-ming bo'lsin xudolar. Oybek bilan Qunduz mana Haymon akamizning o'g'llariga va Qodirakamizni qizlariga birlari Murudxo'ja, birlari Murudxo'ja bo'lmoqda. Tabrikimiz Oybek Qunduz, o'g'il qizlar qutlug' bo'lsin, izi ko'p bo'lsin. Alloh nasib etsa kelajakda sani farzandlaringizga ham shu kelin-kuyovlarimizning birlariga Murudxo'ja, birlariga Murudxo'ja bo'lmoq nasib etsin. Farzandlar o'stirgan niyatlari oq. Bir umr mehnatda qo'llari qadoq. 60 ga kirmasdan sochlaridan oq, otangni sevmasang kimni sevasan?
barcha bolasini birdan suygan, saharda non yopib, sochlari kuygan, senga ipak to'qib, o'sachit kiygan, onangni sevmasang, kimni sevasan? Mana azizlar, vaqtimizga otalarimiz, onalarimiz sog' bo'lsin. Sababi mana shunday chiroyli koshonalarda farzandlariga siz bizdan ta'kid qilib to'y qilayotgan otalarimiz, onalarimizning umr yoshlari uzoq bo'lsin. Har bir ota, har bir onaga o'g'illarining, qizlarining yaxshi kunlarini, to'ylari baxtiga mol ularning rohatini ko'rmoq nasib etsin, muyassar etsin ilohim. To'ydan ayirmasin, to'ylar muborak. Yerib Allohga assoramiz marhamat. Benim bakma, kolar olsun, yıllar bak sizler. Ben söylememe olsa yapamam. Yaxşı, aziz yurtdoshlarimiz, kecha qatnashganlar nimalar, filmlarim, filmlar, yillar, nafaslar, ifodalagan hayotlar olsun, yigitlar olsun, o'lsin, xizmatlariga yapqarilmaysin. Voy biz yerimizni barqarchilik, asramiz achchiq, daryosi ko'p bo'lsin. Xudoyim shu ag'ayin to'g'an berib, yerimizni saqlab, xalqimizni saqlab, shunday to'y tomoshalarda yuraveraylik. Xudoyim yengil yashlar, uzoq umr, insonlik, baxt tilayman. Ko'zim shu Hamza kolxozda eng og'irli kelin-kuyovlardan bo'lsin deyman. Buni Xudoyimizga da kuyovlar qutlu bo'lsin deyman. Xizmatlariga yapqab buyursin deyman. Xudoyim buni ag'ayin to'g'an berib, to'yga kelgan barcha uyda to'y tomosha bo'lg'ay, vaqtchilik bo'lg'ay, o'choqlashib, amal bo'lib, insonliklari kuchli bo'lib, hamma shunday to'yga kelsin deyman. To'yxonamizni ochiq deb e'lon qilaman. Ag'ayin to'g'anlar baringiz yaxshi o'tirib, hamma xizmatingizda yaxshi dam olib, yaxshi taraqqiyot eting. Rahmat. Sizlerge evlatlar, ölüm ihtiyatlar, en büyük şöyle kendini nasıl kabul edecek? Göbek balıkları ihtiyacın farklı var. Assalamu alaikum, hürmetli imamlar. Burada umur, iddia sıfatında umur şuuru olsun. Allah'ın yerini bırakmayı biraz sinema olsun. Yine bırakması olsun. Nasip etsin. Böyle tahminleri umur olsun. Hürmetli devlet katnashchilarim, mana yuvalarni singlimning uyida katta to'y katta tantanakan, buning sababchisini menga ortiq qiz etib berayotgan ulug'bek bilan Nargiza qizim, baxtli bo'lsin. Baxtli davlatli bo'lg'ay, umrlari uzoq bo'lg'ay, taqallar to'yga berg'ay, murad maqsadlarga jetkay. Yuvalar bilan yugovi singlimning ba'zida xizmat etib, bolalarım gelecekte kaynata bo'lg'ay. Bugun yerda to'yda o'tirgan bo'lsa, endigi yil allat to'yda o'tirgaymiz. Hammamizga qo'llarda kelganlar uchun rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Mehmonlar, bugun nihoyatda to'ylarga to'ylar bo'lsin. Bu to'yni sababda Ulug'bek Nargiza baxtli semiyalar bo'lishini tilab qolaman. Assalomu alaykum. To'yga baklar, Qur'onlar, hoş kelibsizlar. Hoş kelib to'ylarimizga qizimiz sevib, balamiz sevib kelgan yavrularga kelamiz. To'ylarimiz qutlu bo'lsin. Xudoga qaylar. Xizmatlar bersin. Ikki xizmat berib, ikki yo'l o'rtasida og'ir bo'lsin. Baxtli
Rahmat, hurmatli otalar. Bildirgan tilaklarga bizlar ham tilakdoshmiz. Ana endi keling-ko'lar, chiroyli ilgili tarsam qilib qo'yamiz. Ota-onalaringiz tilaklari hurmatli albatta. Tabriklar qilib qo'yamiz yoshlarimiz, marhamat keling-ko'larimiz, ota-onalarimizni. Bilaringizga kelin, bilaringizga kuyov muborak bo'lsin. Aytgan akamiz, Bahor akalarimizni o'g'llarimizlari Ulug'bek Nargizamon vaqtida taqdim bo'lganlar. Qo'shga yo'llaringiz bilan qo'shiqlarga keling-ko'lari. Savol salomlar bor mana doramizda. Urundiq xotinlar nomidan, xudolarimiz nomidan savollar keling-ko'larimiz albatta. Urundiq kunlari kelin yuzdan ochmayamiz marhamat. Aytgan akalar ama to'g'rilarimizga marhamat. Xudolarimizni taklif qilamiz. Nargizaxonning dadalari Bahor akamizga to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu Bahor akamiz nomidan ko'rbolar qizlarga rahmatlaymiz. To'ylar muborak bo'lsin Bahor akamizga.
bo'lsin. Kelinki olan hayotlaringiz ham to'rt kabi shirindan shakar bo'lsin. To'ylaringiz bilan tabriklaymiz. Barkamolingizlar, ulug'liklaringizga, xonobodingizga ko'z tegmasin. Hech kimlardan kam bo'lmanglar. Tashakkur. Rahmat ota-onalar, kelin ikalar o'tirishga ruxsat beramiz sizlarga. O'tirib olinglar. O'zbekiston milliy taomlarimizga sarshidorimizni havola etamiz. Marhamat. Hoppa. O'zbekiston milliy oshxona tanisi zo'rlari. Hayotlar to'yxonasi Ulug'bek xonadagi safolarning mahsulotlari. Bundan keyin o'yinlar, qo'shiqlar bilan to'ylarimizni davom ettiramiz. Qani kelinglar marhamat.
Xudolar bolamizga, kelining barcha xonalari, opa-singillari, aka-ukalari, birgalikda Bahodir akamiz, Jamila opalarimiz, mehmonlari, qarindosh urug'larni taklif qilamiz. Keling do'stlar, dasturxonni ham qo'yaylik. Avvalo bor kelin-kuyovning baxtini so'raylik. Aqlli, hushli bo'lsa, shu ikkala yosh ham baxtimizga hamroh bo'lsin. Oygul quyosh ham. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, qo'shalarimiz. Xudo salasa mehmonlarimiz kelamiz, rahmat. Yaşayanlar, saraylarga, saraydoshimiz, qarindoshlar, salomlar. Savolar bilan keyin-kuyovlarimizni tabrikga o'qib qo'yamiz. Hoppa, bugun yaşayanlar, chiroyli tabrik so'zlar va eng yaxshi salomlar faqat kelin-kuyovlarimiz uchun azizlar. Takliflarimiz, qo'shiqlar bormi? Kelamiz, obalar, kelinglar, sizlarni ko'rimiz olamizlar. Assalomu alaykum, baxt kechasining baxtiyor qatnashchilari. Mana bugun to'y sabab bunday ihtiyoj baxtli o'g'ay, Musaynam Zubayga tuklari bir shahasini o'g'ay. Shu ihtiyoshga baxtlimiz, baxtdan taxtimiz. Allohdan ne tilasa tilaklarini bari qabul o'g'ay. Tuklari bir shahasini o'g'ay. Kuchunday sayoli, tuzumday mevali o'g'ay. Xudoy mendiga jil allab o'ynagini ham hammaga nasib etsin. Baxtli va baxtli bo'lsin. Hurmatli oilalar, do'stlarimiz, qilsin, o'zlardan bo'lsin. Ulug'bek Nargiza, uyga fanniki kelayotgan vaqtda sizlarga dinlarimning sog'lig'ini, ruhlarimning rasulmog'ini, qanotlarining sog'lig'ini, және жаңағы сабақ жасыға үлгі болардай әргілі семья болып жеткізіліңіздер, бақытты болыңыздар. Жастарымыз бақытты болсын. Өздеріне ойын өсін. Ағалардың айтқан күннен жақсы тілектеріне қосылады. Salomlar, Xudo talabsan mehmonlarimiz, savolar kelin-kuyovlarimizga, savo yoshlarimizni aytsin. To'ylar muborak, katta rahmat hammalaringizga. Ulug'bek Nargizaxon baxti bo'lgan sizlar kelin-kuyovlar. Sizlarni baxt o'ylaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. O'sha qilgan sizlar. Hoppa, yep.
Sağ olunlar, Xudolar rahmat tilaklar uchun Ulug'bek Nargiza baxtli bo'lsin kelinkiyolarimiz. Savolar bilan tabriklab qo'yamiz ularni. Marhamat. Suratlarga taklif qilamiz. Marhamat, xudolar kelinkiyolarimizni ham suratga tushib olinglar. Fotograflarga topshiramiz. Yaşayanlar, kelinkiyolar o'tirishga ruxsat beramiz endi. Ulug'bek Nargiza o'tirib olinglar joylaringizda. Shular hisobli yigitali davlamiz azizlar oyoq o'yinlari bilan davlamizga tashrif buyurgan birgalikda o'yinlarni tomosha qilamiz. Undan keyin navbat qo'shiqqa san'atkorlarimizga bo'ladi azizlar. Kelinkiyolar o'tirib olamiz joylarimizda. Marhamat. Taqaddor shularning shulansa bir yigitali. Rahmat, o'ynagan qo'llarni saqlab ko'rmasin. Akalarimiz sog' bo'ladi. Qadrboy akalarimiz bor donamizda. Hamar akamiz hurmatli bor. Kelinlar marhamat, armiyskiy chirolari
Marhamat yana da oylarımız devam ededi. Davran akamız var. Hadi kenar Haypan akamızı ökeleri Davran akamız için bir Kazakçasından oynayımız. Hadi gittik marhamat. Hadi Davran akamız için. Oğlum benim hadi aşağı sınıf taşları var. Hadi İslam'da için oladı yerine. Oynayımız hadi marhamat.
Записки достали. Моих мыслей шальных не решеток ему не преград. Удержать не могу я лихих скакунов. Пусть летят. Мои мысли, мои скакуны. Вас пришпорим, нету нужды. Вы огонь несете, себе признаете узды. Мои мысли, мои скакуны. Словно искры зажгут эту ночь. Обгоняет безумие, где-то горит эскадрон моих мыслей шальных. Нет работы,
Қазақша қосыларымыздан болады. Айбек бачасы. Айбек бачасы. Eldar sınıftaşları için joraları Eldar'ın atından bir Xorazmcha oynaymiz. Eldar joralar için marhamat. Ha, qara barcha sınıftaşları Eldar jorasi.